ko'p novichoklarda, в принципе, ba'zi bir opitli, anchadan beri trenirovka qilayotgan odamlarda ham bitta qiladigan xatosi bor. U ham bo'lsa, bironta mashhur atletni qaysidir tana qismiga qarab programma tanlash. Misol uchun, masalan, Sibamni yelkasi zo'r, demak men uni yelka programmasini qilaman. Yoki Arnoldni deb olsam, ko'kragi zo'r chiqqan, значит, uni ko'krak trenirovkasi zo'r. Yoki Ronnie Colemanning oyog'i и так далее. Shunga o'xshash qaysidir atletni qaysidir tana qismiga qarab uni programmasini tanlash. Nima uchun bu xato? Bolalar, qaysidir atletda qaysidir tana qismi juda ham chiroyli, juda ham zo'r shakllangan bo'lsa, скорее всего, katta ehtimol bilan именно o'sha qismi uni genetik yaxshi rivojlangan, ya'ni genetik jihatdan uni kuchli tarafi o'sha tana qismi. Uni tupa uni programmasini o'zingizga ko'chirishinglar sizlarga o'sha mushaklaringni o'sishini garantiya bermaydi. Bu degani trenirovka programmasi o'zlaringga mos, o'zlaring uchun tuzilgan bo'lishi kerak. Ba'zida mendan so'raydi, aka menga trenirovka planingizni tashab bering deydi. Meni trenirovkam men uchun tuzilgan. Bu trenirovka kimgadir kamlik qiladi, kimnidir mazasini qochiradi. Ya'ni har bitta odamni trenirovka plani o'ziga mos bo'lishi kerak. Bolalar, umrlaringni, vaqtlaringni bekorga ketkazmanglar. Kimnidir tana qismiga qarab programma tanlang.